Qarang, ajib holatda yangi farzand ko'rgan ayoldan deydilar, hattoki namozi ham so'ralmaydi. Lekin ota-onasi, o'sha qaynona qaynotasi, eri ertayu kech xizmatini so'raydi. Azgincha charchab qolsa, san dangasasan, san usan, san busan, ta'na gaplarni eshitishadi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim shu holatni. Va chaqirdim o'sha yigitni. Haligi yigit jahlda chiqib keldi-da. Nima bo'ldi desam, shunaqa ish qilmaydi, yotib qoladi. U bolaga bor mehrini, bor vitaminini, bor energiyasini shu sut orqali berib yuboradi-yu. Azgincha dam olsin desam, ota-onaning xizmatini qilish kerak, kelin-ku debdi. Bunaqa insonlar noinsof insonlar deyiladi.